Assalomu alaykum qadrdonlar, sog'misizlar, salomatmisizlar? Xudo xolasa yangi ishlarimiz o'z joylariga o'rnadi. Bu yerda manzili Farg'ona viloyati Yozyovon tumani. Xonobod MFda bu. Xo'p, bu yerga eniga bo'lgan mas'ul metri 450 bo'lgan. Balandligi 225 bo'lgan. Pastdan tepagacha bo'lgan uzunligi 370 bo'lgan. Eshigimizning uzunligi 2 metr bo'lgan. Tepasida fortishasi bor. 70 santimetrga tepasiga fortisha qo'yilgan. Eshigimizning eni 120 bo'lgan. Xo'p, aynaklari ko'rib turganingizdek katta bo'lgan, panorama bo'lib, bu yer baliqxona, ya'ni o'sha odamlar ovqatlanadigan joy. Shuni sabab bu yerga reklama yopishtiriladi. Shuning uchun menga unaqa bo'linish narsa kerak emas, yorug' bo'lish kerak degandilar klientimiz. Shunga qarab ishlarni qilib berdik. Havo aylantiradigan xotimiz esa o'sha aytganimdek, bu eshik tepasida bo'lgan, ochilishiga ham udobli. Aynalar oltili обычный oyna bo'lgan, kalyonli emas. Xudo xolasa chiroyli holatda ishlarni yakunlab berdik. Bitta fortisha ham bor ichkarida, 90 ga 50 bitta fortisha bor ichkarida. Shu yerimizni общий summasi 5 million 200 ming so'm bo'ldi. Olib kelib o'rnatib berish hamma yoq ichida bo'lgan holat. Aytganlarimdek, razmerlari kamerada qanaqa ko'rinyapti bilmadim, lekin ancha bahaybat bo'lgan lekin. Hop, profillari HSdan chiqdi, G306 Alux Antrazit, o'sha mokriy svetdan bo'lgan. Taylari arkafon bo'ldi. Uchkalari 153. Qora aksiyali uchkalari bilan bo'ldi. Lekin profillar arzonroq variantda. Lekin bu ham o'sha ishlash xizmatini qilaveradi, xudo xolasa. Tepada aytganimdek ochilishlari qaychi mexanizmda bo'lgan. Shu havo aylantirish uchun opilishlari yengil holatda. Ichki ko'rinishlari akfani o'zini zamon uchkalardan qo'yganmiz. Fortishlar tomonda shu holatda bo'ldi. Unda ham qaychi mexanizmlari bor. Petlashovni aytib o'tganimdek, bu joylari usulli profildan bo'lgan. O'sha chift quloq profildan bo'lgan. Ko'rib turganingizdek, bu aynalar baqib o'tib turadi. Baland bo'lganligi uchun, shtop detonatsiya kam bo'lganligi kamaytirish maqsadida shunaqa chift quloqdan qo'yib berdik. Usulli profil bu. Mana yopilganda ham aynalar lambillagan, nashta qolib ketyapti. Xo'p, hammaga rahmat. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol ekrandagi nomerlarga murojaat qilasizlar. Ishlaringiz sifatli, garantiyali qilib o'rnatib beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammaga katta rahmat.